boshqatdan eshitaylik. Nega bu harom deganiga shaytondan so'raydi. Layl deydi. Payg'ambarimiz shaytondan ey layl deb so'ragan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaytondan ey layl deb so'ragan ekanlar. Shaytonni bir yangi ismi ekan bu. Bu mushtahid tumtaraq shaytonga yangi ism topdi. Rasululloh shaytonni ey layl deb chaqirgan ekanlar. Layl degani kechasi u. Layloni bir ma'nosi tun degani. Majnun Layloga ishqiboz bo'lib qolgan. Nimaga ishqiboz bo'lib qolgan? O'zi qop-qora xotin edi-yu. Qop-qoraligi uchun uni Laylo deyilgan edi. Laylo qop-qora degani. Shaytonning bir ismi Layl ekan. Layl. Kimdan rivoyat desa Majnundan rivoyat. Mushtahid tumtaraq klichkasi Majnun.